Endi esa FBY modeli haqida so'z yuritadigan bo'lsak, misol sizlar ko'p hajmdagi mahsulotlarni sotadigan bo'lsangiz va har bir buyurtmani amaliyot tarzida qo'llab-quvvatlashga imkoniyatlaringiz bo'lmasa va bizlarni buyurtma va saralash markazlariga har kuni qatnashish imkoniyatlaringiz bo'lmasa, albatta bu model sizlarga asqotadi. Ya'ni bu degani siz bizlarga mahsulotlarni bizlarga yetkazasiz, mahsulotlarni aynan paletalarda va bizlar buni hammasini olib o'zimiz buyurtmani topshirishga tayyorlaymiz. Ya'ni siz xaridlar qanday ketishini o'zingiz kuzatishingiz mumkin bo'ladi va qachon bizlarga yana omborxonamizga qo'shimcha mahsulot yetkazishni o'zingiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni barcha bu yerdagi mas'uliyat bizni zimmamizga o'tadi va bundan tashqari bizlar barcha mana shu tashvishlaringizni o'zimizni zimmamizga olishimizdan tashqari bu yerda ikkita modeldan foydalasangiz, ya'ni ayrim qismi mahsulotingizni FBY, ayrim qismi FBS modeli orqali sotilsa, buyurtmangizni siz hajmini ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi 15% gacha. Aynan mana shu FBY modeli yordamida. Nimagaki bu yerda bizlar nafaqatgina barcha amaliyotlarni o'zimizni zimmamizga olishimizdan tashqari, bizlarni omborxonamiz hech qanday dam olish kunlarsiz ishlaydi. Ya'ni bizlarni bozorimiz, marketplace'imiz sizlarni o'rningizga ishlaydi, faoliyat yuritadi va biz hozir Darya sizlarga FBS modeli haqida juda ham batafsil so'z yuritdilar. Men ham sizlarga FBY modeli haqida batafsil ma'lumot berishga tayyormiz va bu yerda hech qanday savollar qolmay hamkorlikka kirishimiz uchun. Ya'ni bu yerda ikki qadamni bizlar bosib o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi bizlarni omborxonamizga qaysi mahsulotlarni siz yetkazib bermoqchingizni siz qaror qilishingiz kerak bo'ladi. Bizlar mana shu Excel faylimizni tayyorladik. Buni interfeysimizdan bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda aynan mana shu mahsulotlarni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda ikkinchi bizlarning funksiyamiz bor, katalog deb nomlangan va bu yerda bizlarga omborxonamizga yetkazib bermoqchi bo'lgan mahsulotlarni belgilaysizlar. Tanladingiz mahsulotlarni va kunini, sanasini va vaqtini tanlaysiz, qachon buni siz bizni omborxonamizga yetkazishingizni. Bundan keyin esa yana 3 ta bosqich qolyapti. Va ularga o'tishimizdan oldin aytmoqchimanki, siz mana shu yetkazib berishni har qaysi vaqt bekor qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni misol mashina buzilishi mumkin bo'ladi yoki boshqa vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin kutilmagan holda. Baribir ham siz mana shu yetkazib berishni osonlikcha bekor qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bir xillarda xaridorlar muayyan bir miqdordagi mahsulotlarni rejalashtirib qo'yishadi yetkazib berishni, lekin vaziyat o'zgarib qolishi mumkin bo'ladi. Mana bizlarda spoiler tarzda aytib qo'ydim. Ya'ni bizlarda mana shu tahrir qilish bizlarda funksiyamiz ham bor va bundan foydalangan holda yana bir muammo borki, bizlarda mana shu omborxonaga yetkazishdan 24 soat oldin mana shu funksiyamiz o'z kuchini yo'qotadi. Lekin bir kun oldin bo'lmasa, ya'ni vaqti ko'proq bo'lsa, bemalol siz buni tahrir qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizlarga yetib borishga tayyor bo'lsangiz, bu yerda 3 tagina bosqich qolyapti. Birinchisi bu albatta yorliqlar. Ya'ni bizlarni omborxonamizda hammasi avtomatlashtirilgan va har bir bosqichda bizlarda harakatlanishimiz aynan juda ham shaffof, aynan shu bois har bir joyiga o'ziga yarashirli yorliqlari bor. Ya'ni bular korobkalar bo'ladimi yoki paletalar bo'ladimi? Ya'ni sizlar buni turini tanlaysiz va bularga kerak bo'lgan joylarni sonini ham tanlaysizlar. O'shanda bizlarni tizimimizda sizlarga kerak bo'lgan namunani beradi va har bir mana shu joy uchun sizlarga alohida yorliqlar beriladi va o'shanda bizlar har bir bosqichda buni shaffof tarzda kuzatishimiz mumkin bo'ladi va ikkinchisi bo'ladi FBS modelida kabi bizlar bu yerda 2 nusxada buni chiqaramiz pechatdan va bundan tashqari albatta imzolaymiz va Darya buni sizlarga aytgan ma'lumotnomamizda ham bu narsa bor va bundan tashqari bizlarni omborxonamizda kirish tizimi bor. Ya'ni bu yerda kirishga ruxsatnomani oldindan sizlar buyurtma berishingiz kerak bo'ladi va buni kelishingizdan 2 soat oldin albatta berishingiz kerak bo'ladi. Albatta har xil vaziyatlar bo'ladi. Toshkentdan mana muayyan bir sotuvchilar bilan buni muhokama qilganmiz. Ayrimlari o'zini mahsulotlarini taksida yetkazishadi va bir xillarida ular 2 soat oldin emas, yarim soat oldin rasmiylashtiradi va albatta shunday vaziyatlar bo'ladiki, mana shunaqa
ko'pchilik yarim soat oldin murojaat qilsa, albatta bizlarda bir navbat paydo bo'lishi mumkin. Bizlar esa navbatlarni oldini olishga harakat qilyapmiz. Endi esa mana bizlarni FBS modelidagi bu yerda siz belgilangan vaqtda kelishingiz zarur. Ya'ni 1 soat oldin yoki 1 soatdan kechikmasdan sizlar kelishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa 3 soat muddat belgilayapti. Nimagaki? Mana shu FPS modelidagi kabi bizlarni asosiy bu yerdagi vazifamiz sizlardan mahsulotni olish va mahsulotni rasmiylashtirib, mahsulot bilan ishlashga kirishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bizlar navbatni oldini olish uchun eng asosiy urg'uni o'z vaqtida kelishingizni ga bog'laymiz va bundan tashqari hozirchalik hech qanday jarimalar yo'q aynan kechikishlar uchun. Lekin bizlar bir-birimizga hamkorlik munosabatda bo'lishimiz kerak. Shu bois bizlar mana shu sifat indeksi ko'rsatkichini bizlar kiritamiz. Bu albatta bunga oldindan iltimos o'rganishingizni so'rab qolamiz va bundan tashqari mana shu yorliqlarni yopishtirish, yorliqlar bo'lmasa sizlardan mahsulotni omborxona qabul qilmaydi. Aynan shu bois buni albatta sizlar har bir mana shu mahsulotingizga yopishtirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 50 ta siz mana korobkalarni olib kelsangiz, 50 ta yorliqlarni siz pechatdan chiqarishingiz kerak bo'ladi va har bitta korobkaga yopishtirishingiz kerak bo'ladi. Lekin sizlarda xolodilnik kabi katta hajmli mahsulotlar bo'lsa va u paletalarda kelsa, sizlarda mana shu joyingiz korobka emas, paletalar bo'ladi. Albatta sizlar 50 ta emas, kamroq albatta paletalarga yorliqlarni pechatdan chiqarishingiz kerak bo'ladi va albatta bu ham skladda, ya'ni omborxonamizda joylashtiriladi va bu yerda sizlar paletalarni imkon qadar shu strechga ulashimiz kerak bo'ladi va bu albatta hech nima tushmasligi, hech nima sinib yoki shikastlanmasligi uchun bizlar harakat qilyapmiz. Aynan shu bois mahsulot yaxlitligicha hech qanday shikast yetmasdan xaridorga yetib borishga harakat qilamiz. Albatta O'zbekiston uchun paletalar bu bir murakkab masala. Aynan shu bois mana shu paletalarni qaytarib berish masalalarini ham hozir bizlar ishlayapmiz buni ustida. Lekin paletalar qandaydir shikastlangan holda yetkazib kelsa, bizlar uni sizlarga qaytarib bermaymiz. Ya'ni bu degani bizlarga yaxshi paletada yetkazsangiz, yaxshi paletalarda sizlarga qaytarib beramiz. Va bundan tashqari bizlarning ma'lumotnomamizda har qaysi toifa uchun ma'lumotlar berilgan va QR kod orqali ko'rib sizlar albatta hamma narsani bilasiz. Endi esa bizlar ana yetib kelyapmiz. Butun hozir chatimizga mana shu savollar kelyapti, hamma kutyapti. Bu aynan mana shu markirovka nimaligini. Mana bu yerda markirovka, ya'ni masalalar ko'rsatyapti. Ya'ni sizni mahsulotingizni toifasi bu markirovka talab etiladimi bunga yoki yo'qmi? Mana bizlarda qanday qilib bizlar buni aniqlaymiz? Kerakmi markirovka yoki yo'qmi? Bizlarda mahsulotni o'ziga yarashirli kartochkalari bor va mana bunga bizlar 2PU degan joyga kirityapmiz. Bu mahsulot mana shu markirovka qilinadigan mahsulotlar toifasiga kiradimi yoki yo'qmi? Buni o'zimizda aniqlaymiz. Ya'ni FBSda siz ortib yuborishdan oldin markirovka kodini ko'rsatasizlar, lekin FBY modelda hech nimani ko'rsatishingiz kerak emas. Lekin mahsulotni o'zida mazkur markirovka albatta aks ettirilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni markirovkali mahsulot omborxonaga markirovkasiz yetkazilmasa, bizlar buni qabul qilmaymiz. Albatta bu qo'shimcha xarajatlarni sizlardan talab etadi. Ya'ni uni olib ketish va yana qaytarib olib kelishga. Lekin mana bu yerda mahsulotlar qabul qilinmagan bo'lsa, albatta bu mahsulotlarni siz omborxona hududidan olib chiqib ketishingizga talab etiladi. Yoki bir xillarda sizlar 5 ta qizil futbolkani olib kelishni rejalashtirgan bo'lsangiz, lekin xato qilib 5 ta qizilni o'rniga 10 ta havorang futbolkalar topshirilsa, albatta bularni bizlar qabul qila olmaymiz. Nimagaki bular bu yerda ko'rsatilmagan, lekin o'zingizning shaxsiy kabinetingizda mana shu yetkazib berish bo'yicha qo'shma ravishda buni kiritishingiz mumkin bo'ladi. Aynan shu bois nafaqatgina tayyorlanish bosqichida, aynan buni topshirish bosqichida ham juda ham puxta e'tibor berishingiz kerak bo'ladi bir narsani qo'shimcha tarzda kiritish uchun.
Va yana bir muhim narsani, bu yerda barcha mas'uliyat bizni zimmamizga o'tadi degan gapni aytgan edim. Sizlar esa o'zingizni faqat sotuvlaringizni kuzatishingiz kerak bo'ladi va bu yerda tahliliy ma'lumotlar keltirilgan, ya'ni xaridlar dinamikasi bo'lyapti va qaysi mahsulotlar qachon va qanday aynan ortib yuborilishini ko'rmoqchishingiz bo'ladi. Bu yerda buyurtmalar va ortib yuborish sahifasida hammasi bor va bu yerda bemalol hamma narsani kuzatib, xursand bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Va bizlar judayam yaxshi xabardormiz. O'zbekistonda odamlar ko'pgina xavotirlanadi. Mahsulotimni men ortib yubordimu, lekin qanaqa bo'ldi, olishdimi, olishmadimi degan bir xavotir albatta o'rinli bo'ladi. Bizlarda mana shu mahsulotlarni harakatlanishi degan bir alohida sahifamiz bor va bu yerda har bir mahsulotni harakatini bizlar ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni omborxonaga yetib kelgan zahot va omborxonadan bu mahsulot chiqib ketgan zahotgacha buni hammasini kuzatib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda barcha jarayonlarimiz hammasi shaffof tarzda tuzilgan va sizlar uchun qulaylik yaratilishini ko'zlaydi. Yana bir tahliliy bizlarda asboblarimiz bor va buni sizlarga ham men tavsiya etardim. Bundan foydalanishni buyurtmalardan tashqari albatta bu omborxonadagi qoldiqlar va bu bizlarga qayerda qaysi mahsulotlar qolmaganligini va bizlarni boshqa, ya'ni navbatdagi yetkazib berishimizni rejalashtirishga yordam beradi va qandaydir xaridlar pasaysa qo'shimcha aksiyalar yordamida yoki narx-navolarni pasaytirish yordamida mahsulotlarni ilgari surish yo'llarini izlashga yordam beradi va bundan tashqari bizlar har bir mahsulotni alohida bir darajasiga tushib, hammasini haqqoniy vaqt, ya'ni har 2 soat ma'lumot yangilanib boradi. Sizlarda qaysi bizlarni aynan omborxonamizda qay miqdorda mahsulot qolganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va bundan tashqari bizlarda nuqsonli mahsulotlar chiqqan holda nima qilishimiz mumkin bo'ladi. Afsuski bu omborxonada ham kuzatish mumkin bo'ladi, ya'ni omborxonani aybi tufayli afsuski bu eng kam miqdorda kuzatiladi, lekin bir xillardan mahsulot xaridordan bizlarga aynan nuqsonli tarzda qaytganda ham bunday holatlar ham kuzatiladi. O'shanda sizlarda bir nechta ma'lumotnomalar bor. Mana bu yerda mahsulotlarni qaytarib olish ga talabnoma bor va bu yerda mana hozir bundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nimani siz bu bizlardan olib ketmoqchisiz? Bu yerda nuqsonli mahsulot bo'lsa, nuqsonli mahsulot deb tanlaymiz yoki qandaydir hech qanday nuqsonsiz, ya'ni yaroqli mahsulot bo'lsa, buni ham sizlar tanlashingiz mumkin bo'ladi. Excel faylni yuklab olasizlar, uni hammasini to'ldirasizlar miqdorini va qachon sizlar buni olib ketmoqchi bo'lganligingizni ham belgilashingiz kerak bo'ladi. Va yana bir muhim masala, so'nggi muhim masala, nima uchun bizlarga aynan qoldiqlar omborxonadagi muhimligini men aytib o'tmoqchiman. Bu nafaqatgina bu aynan dinamika, xaridlar dinamikasi, lekin mahsulotlarni saqlash ham, pulli saqlash sahifasi juda ham muhim. Ya'ni mahsulot qanday sotilyapti, buni aylanmasi qanday va bundan kelib chiqqan holda qaror qabul qilamiz. Buni saqlab qolamizmi yoki qandaydir chegirmalar beramizmi yoki qo'shimcha mahsulotlarni bu yerga yetkazamiz va bu yerda juda ham bir yaxshi ma'lumotimiz bor. Xushxabar deylik. Ayni paytda bunga chegirmalar, imtiyozlar beriladi. Mana misol, bu kiyim-kechak bo'ladimi, poyabzal bo'ladimi, aksessuarlar bo'ladimi, 30-iyungacha bu 0 so'mga teng bo'lyapti. Boshqa toifalar uchun 31-maygacha 0 so'm bo'lyapti. Ya'ni mahsulotingizni bizlarga yetkazingiz va mana shu imtiyozlar sizlarga bizlarni aynan maydonchamizga kirib kelishingiz uchun soddalashtirilgan holda sizlarga mana shu tizimlarni sizlarga taqdim etyapmiz va Daryaxon aytgandek, mana chatlardan bizlarga savollar kelib tushyapti. Bizlar ikkinchi do'konni yaratishimiz mumkin bo'ladimi FBYda va birinchi aynan do'konimizdan mahsulotlarimizni unga o'tkazishimiz mumkinmi yoki yo'qmi? Afsuski ayni paytda bunday bizlarda funksiyamiz, opsiyamiz ayni paytda yo'q, lekin bizlar buni ustida hozir bosh qotirishni boshladik. Va yana bir ikkinchi savolimiz, qo'shimcha mana shu yorliq kerakmi yoki yo'qmi yopishtirish, ya'ni mahsulot bilan bog'liq ma'lumotlarni yopishtirish masalasi. Mahsulotlar juda ham yaxshi, batafsil bularning tavsifnomasi bor. Ya'ni bu misol kir yuvish kukuni bo'lsa, shtrix kod bo'ladi, boshqa unga tegishli ma'lumotlar bor, lekin bolalar o'yinchoqlari bo'lsa, bunga qo'shimcha ma'lumot kiritilmaydi. Albatta, shunday holatda sizlardan yorliqni bizlar kutib qolamiz, ya'ni mahsulotlarni
haqidagi ma'lumotlar, yaroqlilik muddati va albatta shtrix kod. Shtrix kodsiz mahsulotingizni bizlar tan olmaymiz va mahsulotni bizlar qabul qila olmaymiz va siz buni o'zingiz qaytarib olib ketishinga to'g'ri kelishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu degani aksariyat hollar uchun bizlar uchun mana shu yorliqlar muhim. Yo rus, yo o'zbek tilida. Afsuski, hozirchalik boshqa tillarda qabul qilmaymiz va men hozir aytmoqchi bo'lgan gaplarim shundan iborat edi. Katta rahmat.